Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Bugun 1-may 2025-yil. Hammani mehnatkashlar bayramidan tabriklayman. Endi hozir ham nishonlanyapti bu bayram. Endi burungiday emas, avvallari Sir mahallada juda bir katta nishonlanardi. Bir ajoyib chiroyli bayram edi. Ham mehnat qiluvchi, mehnatsevar odamlar bayrami. Tabriklaymiz nishonlayotganlarni. Bugun sizlarga qisqacha ma'lumot shu gosuslugi to'g'risida. Звонок qilib sim kartanglar blokirovka bo'ladi, o'zinglarga оформлять qilinglar deb ma'lumot berib odamlar bezovta qilyapti. Yangi qonun bo'yicha har bitta chet el fuqarosi o'ziga gosuslugi ochish kerak. Ya'ni приложение telefonga skачать qilib, yuklab turib, shuni o'zinglarga registratsiya qilish kerak. Uning uchun SNILS kerak. SNILSni pensionный fond beradi. Любой отделение pensionный fonda borib, pasport, перевод, hujjatlaringiz bilan borsangiz, sizlarga SNILS beradi, bekorga beradi. Lekin agar borish imkoninglar bo'lmasa, yugurgan vaqtinglar bo'lmasa, bizga murojaat qilasizlar, xudo xolsa biz SNILS berishga yordam beramiz. SNILS olib, qolgan hujjatlaringlarni olib, мои документы deb qo'yadi. MFC многофункциональный центр документов. Shunga borsanglar, shu yerda sizlarga shu gosuslugi o'rnatib beradi telefoningizga, skачать qilib, shuni yordam beradi. Gosuslugi ochilgandan keyin telefon operatoriga borasizlar, salon связи, Beeline, Megafon, Tele2, MTS, shularga borsanglar, telefoningizda shu nomeringizda shu gosuslugiga boylab qo'yadi. Shundan sizlarni birov bezovta qilmaydi. Shu nomer ofitsialno sizniki bo'ladi va boshqasiga berilmaydi. Shuning uchun hadeb sizlarni diqqat qilmoq uchun nomeringiz sizlarga qimmatli bo'lsa, eskidan ishlatsanglar, shu narsalarni qilishinglar kerak, shart. Bo'lmasam o'chirib qo'yish ehtimoli bor. Shu yana bir marta, главное SNILSda bor pensionный fond, отделение pension fonda qilasizlar, borib o'sha yerdan qilasizlar. Период pasportda borsanglar bekorga yasaveradi. Yo'q, sharoit bo'lsa, imkon bo'lmasa, borgan vaqt bo'lmasa, bizga murojaat qilsanglar, SNILS qilishga yordam beramiz. Lekin baribir MFCga borishinglar kerak. Yerdan keyin goslugi ochirib, o'zingizlarga registratsiya qilishinglar kerak. Shunaqa gaplar. Salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, yaxshi dam olinglar, выходной kunlar. Assalomu alaykum hammaga.